Tomonga o'tirsizlar, qani bag'dan kelaverasiz. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilarimiz, kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa, anchadan beri video qo'ymay turdik. Sababi ishlar ko'payib, rosa hamma narsa qo'l-qo'lga tegmay, avjida savdolar va shu zo'r bo'lib ketdi. Har xil yangiliklarimiz kelgan, 500 kilolik, 1 tonnalik so'ragan yaqin akalarimiz uchun xudo xolasa mana zo'rlardan olib kelganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozirdan like bosib, shu videoni material qidirib turgan tanishlarga hozirdan jo'natib qo'yinglar. Birinchi o'rinda akalar biz mana yangi 300 kilolik modellarimizni olib qo'yganmiz. 300 kilo stakanni hozir ko'rib turganlarning ikki xili bo'ladi. Narxi $650. Dastavkasiz narxi. Bunisi $700. Farqi nimada desalarning, farqi hamma joyida farqi bor. Balonlari, ramalari, kerak bo'lsa sidinalarigacha farqi bor. Bortlarining razmerlarida ham farqi bor akalar. Akkumulyatorlar bir xil bo'ladi. 639 dan qo'yib beramiz. Ikkosini ham panejniklari bor. Mingli motor miya bilan jihozlangan. Xudo xolasa, oldida laboylari bunisida bor. $700ligida, bunisida yo'q. Ko'raverasizlar, telefon qilaverasizlar. Qiziqqan akalar, ukalar uchun buni zo'r variant. Ayollar ham olishyapti hozir buni. Mahalla uyga, bog'cha, maktablarga mingani olishyapti. Xo'p, ranglariga keladigan bo'lsak, ko'k, qora, mokri ranglardan bor. Xo'p, navbatdagisi xudo xolasa ko'rishlar mumkin. 300 kilolik 2 eshikli modelimiz kelgan. Mana motorol balonlarda chiqaryapmiz. Xudo xolasa odamlarga hali ancha yillar xizmat qilishi uchun mana old tormozlar jidkisli bo'ladi. Bakovoy, labovoy komplektida xullas nimaki bo'lsa hammasini sizlarga olib qolmasdan qo'shib beramiz. Telefon qilinglar, oq, qora, ko'k ranglardan bor. Bagajlarni ham oq qora deb yuboribman. Mokri qora ko'k ranglardan bor. Mana bagajlarni ko'rsating. Ne qilasizda? Ras mana bozor-mozorga, bozor o'charga ketyapsiz akalar. Yana bog'chaga borishingiz kerak. Ras olyapsiz-da. Bo'ldi, bog'chaga ketyapsiz aka. Yana nima kerak sizga? Ikki tomonli eshigi. Qulay bo'lgan jihatlardan biri. Komplektida hamma narsasi bor. Yomg'irda nima qilaman degan akalarimiz uchun, aka, yomg'irda nima qilaman deyapsiz? Yomg'irda kiyadigan kiyimini qo'shib beramiz aka. Yana nima holdaysiz bizdan? Raz o'ylanmay o'tiringda sotib oling. Shunday pastdagi nomerlarga telefon qiling. Mana shaxsiy raqamim deb berganman, xudo xolasa. Dastavkasini kelishamiz. Buni narxini $750 qilib beramiz. Uyingizgacha yetkazib olib borib beramiz. Siz tekshirib ko'rib, naqd pulingizni sanab berasiz shopirimizga, xudo xolasa. Navbatdagi modelimiz 400 kilolik zo'r model yangi chiqdi. Xudo xolasa, old tormozlar jidkisli bo'ladi. Katta laboylari bor. Bluetooth kolonka, magnitofon hamma yo'g'i bor. Arqa tomonda shu sidinasi har doimgidek o'rnatilgan. Mana. Bortimizning eni, skuterimizning eni 95 sm bo'ladi. Bortimiz uzunligi 130 sm bo'ladi. 130 sm deganim. Qulay qilib ishlab chiqarilgan. Qora mokri ranglardan bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Komplektdagi narsalarni ko'rsatib qo'ying. Ro'zmat aka deb yuboribman. Navro'z aka. Mana komplektida to'y narsasi bor mana. Labovoy, kaskani, o'ynaga, mana kaska, simlari, akkumulyator, kalpak, kalpaklari, damkiratgich, zaryadni, mana jileti bor ekan. Mana endi ko'ryapsiz. Uluchlar va yomg'irda kiyadigan kiyimi mana. 8-10 kilo aka. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, vodiy ichi dastavkani 500 ming, 450 mingga olib borishyapti shopirlarimiz. Xudo xolasa, Toshkent vohalarga yo'lkironi kelishamiz. 400 kilolik narxini aytmabman, haligida $800 qilib beraman. Akalar, nimaga narxini aytmaysan deb so'kayganlar bor-da. Akalar 200, 300, 400 kiloliklar aytdi, endi navbat 500 kilolik modellarga, xudo xolasa, birinchidagi bunimiz 500 kilolik Samasvar modeli hisoblanadi. 500 kilo yukni bemalol ag'darish xususiyatiga ega, xudo xolasa. Bortlar yonga ochiladi. 1500 motor bilan jihozlangan. Akkumulyatori 6 ta 61 li bo'ladi. Xudo xolasa, soni cheklangan. Telefon qilinglar, bemalol fermer xo'jaliklaring bo'lsa, mol bog'chalaring boshqa bo'lsa, bemalol mana shu sizlarga xizmat qilib beradi. Puli qancha? Pulini buni
$1200 qilib beramiz. Dastlabki alohida. Xo'p, Muddatli to'lovga muddatli to'lovga ham bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, navbatdagi 500 kilo oddiy modelimiz keldi. Oddiy hamki, eng oddiylardan original hisoblanadi bu. Juda prostoy narsa emas. Buni motor miyasi 1500 vattli bo'ladi. 6 ta 61 lik akkumulyator o'rnatib qo'yilgan. Xudo xolasa, buni ko'rishingiz mumkin. Tirs yoqamiz. Avarenkalarigacha bor. Oldi tomon tormozlari jidkisli bo'ladi. 4 ta tumanka, original katta 1 tonnalilarda nimasidan qo'yilgan, faralardan o'rnatib qo'yilgan. Oldida labovoy bo'ladi. Labovoy ham qani labovoy komplektida hamma narsasi bor. Labovoy ham kattasidan beriladi xullas. Ko'ryapsizlar, komplektida yo'q narsani o'zi yo'q. Bemalol bizdan xarid qilsalaring, istalgan o'sha beriladigan narsalarni hammasini olib qolmasdan qo'shib beramiz sizlarga. Xudo xolasa, zo'r narsa. Buni narxi $950 ga beramiz. Dastlabkasi kelishilgan holda. Xo'p, bularni aytdik. Endi bagaj qismini ko'rsataylik. Bagaj qismini ko'rsating. Bortlar yonga yotadi. Mana somon piris yuklagani. Orqa tomonda buni sidinasi bor. Orqa tomonga ochiladi. Bortni uzunligi 1.60 ga, eni 1.10 sm bo'ladi. Changiga ahamiyat bermaysizlar. Skeletdan chiqqan turibdi, qaralgani yo'q. O'zingizlar ham bilasizlar, shamolda Shunaqa keyin mana bortlari. Bunda artishga ham ba'zan ulgurmay qolamiz. ish ko'p. Zakaz ko'p. Chiqqani sotilib ketib qolyapti. Xo'p, akalar, endi navbatdagi kulminatsion nuqta, kabinali motorollarimiz keldi. Bu 500 kilo aytilishi, lekin 600-700 kilo yuk ko'taradi, xudo xolasa. Chotki yangi Yupiska 2026 model. Oldingilar bilsalaring, hali skuter rolli bo'lardi. Bu mashina rolli qilib ishlab chiqarildi. Ham plus buni uzunligi uzaydi. Eni uzaydi 10 sm ga kengaygan. Bemalol kishi harakatlanib ketsalaring bo'ladi. Xudo xolasa, mana ichida o'tirishi 100 kilo oshiq odam mana o'tirdi, yonida yana bitta 100 kilo oshiqqa joy bor. Shunaqa aka. Ya'ni keng, ichi siqilib qolmaysizlar. Baxi bu tomondan ko'rsatib oling. Mana rullarga ahamiyat beringlar. Rullari ham BMW rullarda ishlab chiqarilgan. Mana bu yerda avarenkalari bor. Zadniy kameralar ishlaydi. Plus dop opsiya sizlarga Bluetooth kolonka o'rnatib qo'yganmiz. Skorlari shaybali bo'ladi, pechkalari ham bor. Akkumulyatori 6 ta 61 lik bo'ladi. Tom qismiga mana luk o'rnatib qo'yganmiz. Qo'shimchasiga ventilyatorlari ham bor. Xo'p, oynaga tushirib chiqargach mesarovka bo'ladi. Bemalol ishlataverasizlar. Bitta shumka qolasizlar. Chotki bo'ladi, top bo'ladi. Komplektida hamma narsalarni qo'shib beramiz. Yana qo'shimcha narsa bir e'tibor qarating. Balonlar qarang, Cherokee balonlarda ishlab chiqarilgan. Bu bo'lmaydi, yorilib ketadi deganlar uchun bizda 350 ming so'mdan nalichida balonlarimiz bor. Bemalol buni yorib tashlasalaring, bizdan yana yangi sotib olaverasizlar. Bort razmerlari 1.60 ga 1.10 bo'ladi. Xo'p, buni narxini $1350 ga beramiz. Ozgina o'tilgan joyi bor. Telefon qilaverasizlar. Xo'p, o'ta go'zal mana. Balonlari juda yumshoq yuradi. Keyin nima? No'rz aka, buni motori 2000 vattli bo'ladi. 2000 vattli, 1 tonnalilarda motori miyasi o'rnatilgan, xudo xolasa. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bu tomonda 1 tonnali motorollarimiz bor. Ko'rib turibsizlar, har xil modellardan bor. Mana, menga berib turing. Bu tank balonda traktor balonda ishlab chiqarilgan. Mana ko'rib turibsizlar, traktor balon. Bemalol daladash ishlariga bemalol haydasalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa, har xil ko'rinishdagilardan bor. Buni narxi $1200, 2000 vattli motor miya bilan jihozlangan. Akkumulyatorlar soni 6 ta, 70 amperlikdan o'rnatilgan bo'ladi. Yon tomonda qutilari bor. Bortlari yonga ochiladi. Bu do'galarga e'tibor beringlar. 2026 dizaynli do'galar. Labovoylari ham ancha kattagina bo'ladi. NFC kartalarida Cobalt pultlar o'rnatib qo'yilgan. Bluetooth kolonkalari bor, dvigatellari ham bor. Qo'shimchasiga komplekt asosida hamma narsasi bor. Balon kuluvchi, domkrat,
Mana Mana komplektatsiyasi. hamma narsasi bor. Qo'shimcha narsalari bor. Hatto gaz ruchkalarigacha originaldan o'rnatib qo'yganmiz. Bexijolat 1 oy garantiyasi bilan bizdan xarid qilsalaring bo'ladi. Dokumentlarni ham yozib beramiz, original shot spravkalarini. Xuddi salondan mashina sotib olganda. Xuddi shunaqa. Biz ham ofitsialniy o'zimiz olib kiramiz. Narxi Narxi $1200. Telefon qilsalaring, bu qo'pol manga desalaring, buni oddiyroq variantlari bor. Narxi ular boshqacha. $1100 dan hozir mana ekranga qo'yib ketaman. Mana shu modelimiz. Ramalari hamma yo'g'i bir xil, lekin nimalari kuzov qismlarida ozgina ixcham bo'lgani uchun narxini $1100 qilib beramiz. Telefon qilinglar. bu hammasidan muddatli to'lovga bor. Hammasida muddatli to'lovga bor. Skuterlarda ham ko'rsatib o'taylik. Skuterlarimiz ham bor mana har xilidan. Ikkita Ferrari, o Li9 yangi keldi 2026 model. Li9 modeli. 2026 mana rang-barang. Har xilidan bor. Har xil ranglarda va har xil modellarda bor. Ikkita ko'zli, ikkita Ferrari skuterimizni motor miyasi 1000 lik bo'ladi. Buni qolgan joyi bir xil bo'ladi Li9 bilan. Li9 da ozgina murakkabroq, kuchliroq qilib ishlab chiqarilgan motorlari 1,5 ming bo'ladi. Old tormoz, orqa tormoz 7 lik bo'ladi. Li9 ning narxi $520. Ikkita Ferrari $500 qilib beramiz. Mana bu yerda yumaloq Ferrari bor. Mana ko'rib turibsizlar. Seriya qora rangi ham bor, oqi ham bor. Aka, bu tomondan sekin mana qorasi, bu tomondagi Qorasi mana ajoyib nardagiri rangida chiqarilgan. Buni narxini $480 qilib beramiz. Akkumulyatori 6 ta 20 likdan originali bo'ladi. Bemalol telefon qilinglar, xudo xolasa. Bemalol telefon qilinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib ketishni unutmanglar akalar. bu dastavkada ishlaydigan ukalarimiz uchun ham bormi? Arzonroq, yengilroq Shunaqalari so'raganlar bor. uchun. O'shani yuring sizga ko'rsataman. Agar kattaroq skuter xohlaganlar uchun mana elektrotank modelimiz kelgan. Bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Narxi ham o'ta qimmat emas, hamyonbop $800 qilib belgilaganmiz. 6 ta 20 akkumulyator o'rnatib qo'yilgan. NFC kartalarigacha bor. Juda qulay, bagati qilib ishlab chiqarilgan. Mana bu yerda orqa sidinalari ham ochiladi. Ko'rishingiz mumkin. Avtomatlarigacha hamma yo'g'i bor. Mana ustini o'raydigan chexol ekan. Orqasida 45 talik qutisi bor. Motor 2000 wattli bo'ladi. Juda tog'li, toshli joylarga juda ham chiroyli. ayni muddao bo'ladi. Oldi tomonga mana ko'rib turibsizlar, qop, sumkalarini baylab ketsalaring bo'ladi. Laboylarigacha bor. Bluetooth kalonkalarigacha bor aka. Telefon qilinglar, $800 dan xudo xolasa dastlabkasini kelishamiz, yetkazib beramiz. Borgandan keyin shopirga pulini sanab beraverasizlar. Qulay, chiroyli ekan. Katta narsa aka. Bu tomonda haligi skuterlarimiz, mana bu tomonda ko'rib turibsizlar, usti ochiq skuterlarimiz bor. Soni cheklanib qoldi. Shoshilinglar. Xudo xolasa arzon narxlarda qilib beramiz. Otaxon, onaxonlarga bemalol olib bersalaring, ko'cha-kuyga, motorolni o'rniga bemalol xizmat qilaveradi. Nevaralarni bog'chadan olib kelishga, olib borishga, maktabga olib kelishga zo'r yordamchi bo'ladi. Bemalol bu bitta akkumulyator, bitta to'liq quvvat bilan 40 kilometrdan 50 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Dokumentlarni ham sirasi yozib beramiz olishlaring bilan. Borgandan keyin shofyorga pulini to'lab beraverasizlar. Ko'rib turibsizlar, har xil ranglardan bor. Buni narxini $700 vodiy ichi dastlabkasi ichida beramiz. Prava so'ramaydigan puli arzon, shu dastavkada ishlaydigan, keyin haydovchilik guvohnomasi yo'q. Hozirda so'ralyapti, shu haydovchilik guvohnomasi so'ralmaydigan modellarimiz ham bormi? Bor, mana har xilidan bor. Bizda mana ko'rib turibsizlar, Monster modeli bor. Buni akkumulyatori 48 ga 12 bo'ladi. Xudo xolasa bemalol zaryad bilan 50 kilometr masofa bosib o'tadi. Yana bitta akkumulyator qo'shib olsalaring, narxi balandlaydi. 100 kilometr bemalol yurib bera oladi, xudo xolasa. Telefon qilinglar. Toshkentdagi ukalarimiz ham ko'p zakaz qilishyapti, olib ketib shu yo'l bilan pul topishyapti. Bemalol. Buni narxini $400 qilib beramiz.